Assalomu alaykum qadrli kanalimiz a'zolari hamda aka-uka opa-singillar. Bugungi videomiz mebel sex ichidan bo'ladi. Biz hozir turgan joyimiz Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani Chorshanba qo'rg'onchasida katta mebel sexga keldik. Aziz akaning mebel sexlarida bo'layotgan ish jarayonida ichidan bir qator hozir so'roq javob qilamiz. Sizlarda qiziqtirgan savollar bo'lsa, kommentariya qismida yozib ketasiz va keyingi videolarimizda albatta qolib ketgan savollar ololmayotgan savollaringizga javoblarni berib o'tib ketamiz. Xo'p, Aziz aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum hammalarga. Mebel seximizga ancha ish faoliyatini ko'rdik. Qanaqa mahsulotlar ishlab chiqarilyapti? Shular haqida va qaysi territoriya bo'yicha ishlayapsizlar? Nimalar ishlab chiqaryapsizlar? Nima yangiliklar bor? Shu haqida ma'lumot berib o'tib ketasiz. Sababi bizlarda Rossiyadan ko'rib tomosha qilishadi, viloyatlar bo'yicha ko'rib tomosha qilishadi va ularni narxlari qiziqtiradi. Shu haqida ham bitta ma'lumot berib o'tib ketasiz. Assalomu alaykum yana bir bor. Hurmatli obunachilar, musofirda yurgan xalqimiz, aka-ukalar, opa-singillar, mana bu yerda biza mebel sohasi bo'yicha ish yuritib boramiz. Necha yillik stajingiz bor? Hozir 12 yillik stajimiz bor. 12 yildan buyon mebel ishlab chiqaramiz. Boshida shkaf mebellardan boshladik, spanli garnituralardan boshladik. Keyinchalik kuxniya mebellar, oshxona jihozlarini ishlab chiqarishni boshladik. Mana hozir 9 yil, 10 yil bo'lib qoldi. Eshik ishlab chiqaramiz. MDF eshiklar ishlab chiqaramiz. 08 16 MDFdan eshiklar ishlab chiqaramiz. Xudoga shukr, mana mijozlarimiz ham ancha ko'payib qolishdi. Bizga to'xtov yo'q. Zakazlarimiz ko'p, hammasi zakaz buyurtma asosida ishlab chiqaramiz. 8 lik MDFdan ko'pincha zakazlar berishadi. Eshiklar ishlab chiqaramiz. Eshiklarda sizda eshikka zakaz berish qanaqa bo'ladi aka? O'zingizda Telegram kanali orqali masalan fason tanlash yoki katalog tanlash kataloglaringiz bor, shularni qanaqa bo'ladi? Masalan, telefon qilsa Rossiyadan ularga Telegram kanalgami yoki katalog qilib rasmini tashlab bera olasizmi? Shundoq. Hozir hamma narsa onlayn bo'lib ketdi. Onlayn bo'lib ketdi va internet orqali ham, ijtimoiy tarmoq orqali ham zakaz berishsa bo'ladi. Qilgan ishlarini ko'rsatib, mijozlarimiz bilan bog'lanamiz. Bizga o'sha yasagan ishlarimizni tashlaymiz. Ko'pchilikka o'sha yoqayapti, zakaz berib, buyurtma berishyapti. Ma'lum bir miqdorda to'lov qilishadi, biza so'rok beramiz. O'sha so'rok bo'yicha hammasini o'z vaqtida ishlab chiqarib, olib borib o'rnatib beramiz. Hozirgi mana bu tasvirda o'tayotgan Aziz akani ish mahsulotlari ko'rganingizdek, nimadan eshik derazalarini ko'rib turgan bo'lsangiz, mana 20 xil 30 xildan ziyod eshik derazalarni mana shu xonadonlarga yasab o'rnatib berishgan. Qanday go'zal eshiklar. MDF eshiklarni 8 lik, 16 lik MDF eshiklar ishlab chiqaramiz. 16 MDF likdan ko'pincha haytek, zamonaviy uslubdagi haytek uslubidagi eshiklar ishlab chiqaramiz. Undan so'ng oshxona jihozli mebellar, eshik derazalarni, eshiklarni kvadrati necha puldan boshlanadi? Haytek uslubdagi deyapsiz-ku, mana ko'rinib turgan eshiklarni necha puldan boshlanadi? Eshiklarni zakaz qarab, joyiga qarab, ketadigan materialga qarab, o'sha tanlangan fasoniga qarab ham narx o'zgaraveradi. Asosan eshiklar eng arzon narxi sifati bir xil qolaveradi. Misol guluxoy oynasiz eshiklar bo'lishi mumkin. Ular 880 ming atrofiga boshlanadi. Bu yog'i 1,5 million, 2 million atrofigacha chiqaveradi. Haytek eshiklarimiz fason juda ko'p. O'ziga yoqqanini tanlaysiz, uni kvadrat metri 1 million 380 ming so'm atrofiga chiqyapti. Bu nimasi kiramuncha? Bu unga kvadratiga olib borib o'rnatish, o'lchash, ustanovka, pinasi, nalishnik hamma narsasi kiradi. 1 yil garantiya beriladi. 1 yil kafolati bor. 1 yil kafolatiga top tashlab qolmasligi, osilib qolmasligi yoki o'ynamasligi uchun kafolat berar ekanlar. Xullas ishonchli staji 12 yillik ish faoliyatiga ega usta akalar. Hamma o'zim guvoh bo'ldim. Bu sexda hamma jihozlari, hamma instrumentlari bor ekan. Eshik romlardan tashqari yana nimalar ishlab chiqarasiz? Eshik romlardan tashqari oshxona mebellari ishlab chiqaramiz. Ko'pchilik mana hozir MDFlik, akrillik variantlari deyapti.
kim qanaqa istaydi. Hozir xalqimiz ham shu yoqyapti, shu MDF'liklar, nimalar, sifatli materiallarni ishlab chiqargan oshxona mebellari zamonaviy usuldagini xohlashyapti. Narxi ham yomon emas, hammaga ma'qul bo'lyapti. Mana shu atrofga ham hozir mana chorshanbada turibmiz. Fashti 60-70% xalqimizda mana shu oshxona mebellarini ta'minlab bo'ldik o'zi. Shulardan ishlab chiqaramiz. Material, zapchastlari hammasini tanlash imkoniyati bor. Xalqimizga shunday imkoniyat ham bo'lyapti. Qulayliklar oson bo'lyapti. Hammani yoniga hammasi puvxalangan chiqyapti, tayyor puvxalangan. Hammasi mana shu texnologiya o'zimizga bor. Misol eshikka ham garaj preslarimiz bor, roverlarimiz bor, kromishni 8 talik kromishni apparatimiz ham bor. Material, zapchas hamma narsa oldimizga bor. Tanlab ketish imkoniyati bor demoqchiman klientlarimizga. O'zlari tanlab ketishadi. Hech yerda bir misol mana shu sexga kelsa, sexdan chetga chiqishlar sharti bo'lmaydi. O'sha shu yerda o'ziga zakaz berib shundoq, srok beramiz. Srok plus minus 1 kun ichiga. Misol 2 hafta yo 10 kun srok beramiz. O'sha mobaynida hali hech joyga kechiktirib bormadik. Xudo xolasa yaxshi bo'lyapti. Eshik oshxona kuxnya mebel jihozlari, mebel naboriz hech puldan boshlanadi. Oshxona mebellarini ishlab chiqarishimiz, yasashimiz u bizdagi hamma narsa ichiga kiradi. Ustanovka, material, zapchaslar ichiga kiradi. Eng arzon minimalisi 1.650 mingdan boshlanaveradi. O'sha DSP bor, MDF materiali bor, hammasi laminatlangan bo'ladi. 15 xil variant bor, 15 xil sveti bor, tanlashadi. Bu yoq ketaveradi. 3.5 million atrofgacha maksimalni ketaveradi. Misol 2 etajlik, 3 etajlik bo'lib ketaveradi. Kuxnya mebellar, oshxona mebellari. Ustanovka qilganda mebel, oshxona mebellarini nimalar kiradi? Endi yaxshilab sanab o'ting. Rakamina qo'yib berasizmi? Moyka qo'yib berasiz, qanaqa o'sha yuvilgan tarbiyka nima anaqa bo'ladi-ku, ishlarda shular kiradimi? Kompaniya ichida bizda kuxnyada mana shu obor o'rnatish material zapchasi ichiga kiradi. Mana sushilka deydi, o'sha narsasi ham kiradi, moykalar ichiga kiradi. Faqatgina bitovoy texnika plitkani terdirishi u mijoz tomonidan o'zidan bo'ladi. Xo'p, so'ng shkaflarimiz bor. Oddiy shkaf, naqshli shkaflarimiz bor. Hammasi MDF yo laminatlangan, o'shanga qarab narxi o'zgaraveradi. Xudo xolasa undan so'ng mana yaqindagina shu yerda ko'pchilik 2 etajli uylar qurishyapti, chiroyli. Rossiyada ishlab chiqarishyapti, musofirlarni chiroyli uylar ko'tarishyapti. Havas qilib, shunga zinalar ishlab chiqarish yo'lga qo'ydik. MDF zinalar ishlab chiqarish yo'lga qo'ydik. MDFdan mana ko'rib turganingizdek, apshipka ham qilib berasizlar, mana rasmda ko'rib turganda apshipka qilib materiallardan. Bu xo'p, perillalari mana chiroyli stoyka tumbalarni ko'rib turibmiz. Juda uyda ichidan ochar ekan, chiroyli ko'rinar ekan. Bularni masalan pog'onasi har bitta zinasini qoplash qanchadan bo'lyapti? Ustanovka jarayoni qanaqa? Qayergacha xizmat ko'rsatasiz? Masalan, Qashqadaryoda hozir bo'lsa, Samarqanddan zakaz tutsa yoki Toshkentdan zakaz tutsa qanaqa bo'ladi zakazlar? Zakazlar hozircha viloyatlardan, endi chet viloyatlardan olganimiz zakaz Qashqadaryo o'zidan 3-4 ta joyga mijozlarimizga qilib berdik. Hammasi xursand, chiroyli chiqdi. Men rasmda ham ko'rib turgan bo'lsizlar. Hammasi to'liq MDF, 100% MDFdan ishlab chiqarilyapti. Qo'l mehnati hammasi. Qo'l mehnati. Divoyni qayergadir qayergadir 1 qavat, qayergadir 3 qavat qilib ishlatilyapti MDFlar. Endi hammasi joyiga o'sha har bitta stupenkani soniga qarab narxi ham kelib chiqaveradi. Misol 15 ta stupenkali uy bor, yo bir 18 ta yo 20 talik uylar stupenkasi bor. Oxirgi ishlab chiqarganlarimiz mana shu zinalarda qo'yib berganmiz. 1800, 2000, 2500 atrofiga chiqaveradi dollarda. Biz mana mebellarimizda mana shu ishlab chiqarayotgan eshik, mana biz mebellarni ishlab chiqarishimizda asosan xalqimizda shunaqa maqol bor. Ish quroling soz bo'lsa, mashaqqating oz bo'lar deydi. Mebel ishlab chiqarishda hamma dastgohimiz bor. Asosan mana eshik ishlab chiqarishda garaj presimiz bor. Yuqori pastga qizib, o'zi 100 tonna bosim bilan preslab beradi. Avtomatik ravishda o'zi eshik tayyor bo'lsa, 10-15 minut ichida eshikni qo'yirib ochib beradi. Xo'p, so'ng 2 arrali qo'sharra deyiladi. Qo'sharra duxpelka deydi. Duxpelkamiz bor.
ikkita dvухbelkamiz bor. Mana shogirdlarimiz bor, hammasi o'rganib ishlab shu stanoklarda ishlashadi. Keyin roverimiz bor. Roverda ustalar keladi, patologlarga naqsh o'ndiradi va bu eshiklarga naqsh ochishda ana shu roverimiz juda muhim rol o'ynaydi. Undan so'ng krom cover solutionida MDF'larni, laminatlarning yoniga qog'oz yopishtirib beradi. Plastik qog'oz yopishtirib beradi. 0.4 dan 2 likgacha 8 ta agregatli kromishniy apparatimiz ham bor. Turistga hammasi turistga stanoklar. Оборудование, frizalar bor, randalar bor, hamma оборудование bilan seximiz ta'minlangan. Mabodo sizga kimdir mebel ustalar, shunaqa qurbi yetmagan stanoklarni olmagan ustalar kelib, sizni stanoklaringizdan xizmat ko'rsatib, o'zini olib kelgan materialni yoki sizdan materiallaringizdan bor ekan sotiladigan laminat, hamma materiallar bor ekan, shu laminatlardan olib razmerlarini olib kelib kestirib ketib, o'zlarini ehtiyojlari uchun ustalar nima xizmat ko'rsata olasizmi ustalar? Bo'ladi menga ham. Xo'p, ustalarimiz kelishadi, ustalarimiz buyurtma berib ketishadi. O'zlari va yon atrofda ham ustalar bor, mebel yasashadi. Bizga kelib, qanaqa laminat, qanaqa MDF kerak bo'lsa, zakaz berib ketishadi. Biz kesib, kromka qilib, agar shikab bo'ladigan bo'lsa, rover qilib, taxlab, kraskasigacha qilib chiqarib beramiz. Shu xizmat turlaridan foydalanish uchun telefon raqamlar video ostida qoladi. Bu yerda ko'rib turgan eshiklaringiz bir kun, ikki kun turadi xolos. Ko'p mahsulotlar tayyor bo'lgandan chiqib ketaveradi egalariga tez muddatda o'rnatib beriladi. Xo'p, video davomida ko'rib o'tgan mahsulotlaringiz hammasi mana shu sexdan Aziz akani ish faoliyatidan chiqqan mahsulotlar ko'rib o'tdik. Endi telefon raqamlarimiz video ostida qoladi azizlar. Kimgadir qanaqadir savollar tug'ilgan bo'lsa, uyalmasdan telefon qilib